Hamma hijobli qizlar yomon, hammasi isqirt, hammasi skatina, shunaqa devorayotgan bolalar bor. Bir ikkita video ko'rib qoladi, ro'molda o'ynayotganini, bor unaqalar yo'q emas. Yoki devushkasi tashab ketgan bo'lishi mumkin, bir ikkita joyda yeb qo'ygan. Mashinadan xulosa qilib, hamma hijobli qizlar yomon isqirtga chiqadi. Bunaqa bolalar bilan nafaqatki muloqot qilish, balki umuman prям yo'qotib yuborish kerak hayotdan. Chunki ertaga sizni ham orqangizdan yomonlaydi, sizga o'xshagan insonlarni ham yomonlaydi. Bular hammasi isqirt bo'ladi deb. Bir ikkita insonida butun xalqni yomonlash bu yaxshi emas. Bor shunaqa zalotoy qizlar ham, bolalar ham bor. Jim yuradi, zo'r o'zi ilmini o'qib, rivojlanib yuradi, bilmaysiz ularni. Men javob beraman. Qilib yotibdi unaqali ilmni orqasidan zo'r o'zini olib yurganlar. Hammani yomonlab yuborish kerak emas.